Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim bir masalani, ya'ni yaqinda kuchga kirgan yangi qonunni muhokama qilamiz. Bu qonun deyarli har birimizning hayotimizga, mulkimizga bevosita ta'sir qiladi. Agar sizda uy-joy, yer uchastkasi, garaj, do'kon yoki boshqa ko'chmas mulk obyekti bo'lsa, ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingiz shart. Axir e'tiborsizlik, ayniqsa bu borada kelajakda katta yo'qotishlarga, ortiqcha xarajatlarga yoki hatto mulkingizdan ayrilish xavfiga olib kelishi mumkin. Bu juda jiddiy. Shuning uchun darhol kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Shunda muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormaysiz va bizning foydali kontentimizni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Ishonamanki, bugungi suhbatimiz ko'plab savollaringizga javob beradi va kelajakdagi muammolarning oldini olishga yordam beradi. Keling, avval vaziyat qanday bo'lganini eslab olaylik va yangi qonunning paydo bo'lish sabablarini chuqurroq anglab yetaylik. Ilgari ko'plab fuqarolarimiz o'zlarining uy-joylariga, ayniqsa ular tomonidan keyinchalik qurilgan qo'shimcha inshootlarga, binoning kengaytirilgan qismlariga, yer uchastkasidagi xo'jalik binolarga, masalan, omborxona, hammom, ayvon yoki garajlarga tegishli hujjatlarni rasmiylashtirishda juda katta muammolarga duch kelishgan. Bu muammolar bir necha sababga ko'ra yuzaga kelardi. Ba'zilar bu jarayonni murakkab, uzoq va bürokratik jarayon deb bilib, uni doim keyinga surishardi. Hujjat yig'ish, turli idoralarga yugurish, navbatlarda turishdan zerikishadi. Ba'zilar esa umumiy tartibda qonuniylashtirishning iloji yo'qligi sababli, ya'ni qurilish me'yorlari buzilgani, yer ajratish qoidalariga rioya qilinmagani yoki shunchaki kerakli ruxsatnomalar olinmagani sababli o'z mulklaridan norasmiy qo'l uchida yoki og'zaki kelishuvlar asosida foydalanishgan. Bu esa kelajakda oldi sotdi shartnomasi tuzishda, mulkni hadya qilishda, meros qoldirishda, garovga qo'yishda yoki shunchaki mulk bilan bog'liq boshqa huquqiy amallarni bajarishda jiddiy to'siqlarni yuzaga keltirardi. Minglab fuqarolar o'zlariga tegishli bo'lgan, lekin hujjatlarda aks etmagan mulklari tufayli qonuniy egasiga aylana olmasdi. Natijada davlat ham real mulkchilik holati haqida to'liq va aniq ma'lumotga ega emas edi. Bu esa mulk soliqlarini yig'ishda ham adolatsizliklarga olib kelardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Yangi qonun aynan mana shu uzoq yillik og'riqli muammolarni hal qilishga qaratilgan bo'lib, bir tomondan avval norasmiy bo'lgan mulklarni belgilangan, muddat ichida soddalashtirilgan tartibda qonuniylashtirish imkoniyatini bersa, ikkinchi tomondan bu jarayonni o'z vaqtida amalga oshirmaganlarga nisbatan yanada qat'iyroq tartiblar, yuqori jarimalar va hatto ma'muriy javobgarliklarni joriy qilmoqda. Ya'ni davlat endilikda har bir ko'chmas mulk obyekti o'zining qonuniy egalariga ega bo'lishini va ularning barchasi tegishli tarzda davlat ro'yxatidan o'tkazilishini qat'iy talab qilmoqda. Bu nafaqat mulkdorlarning huquqlarini himoya qilish, balki davlatning kadastr tizimini tartibga solish, soliq bazasini aniqlashtirish va umumiy urbanizatsiya jarayonlarini boshqarish uchun ham muhimdir. Shuning uchun bu o'zgarishlar shunchaki bir qog'oz emas, balki mulkiy munosabatlarning yangi davrini boshlab beruvchi jiddiy islohotdir. Endi esa ushbu yangi qonunning asosiy jihatlarini, ya'ni siz nimani bilishingiz kerakligini, kimlar xavotirlanishi kerakligini va kimlarning xavotirlanishiga hojat yo'qligini chuqur ko'rib chiqamiz. Bu qonun eng avvalo o'zboshimchalik bilan qurilgan ko'chmas mulk obyektlarini, ya'ni hech qanday ruxsatnomasiz yoki loyiha hujjatlarisiz qurilgan binolar, inshootlar va ularning bir qismlarini qonuniylashtirish tartibini soddalashtiradi. Bu soddalashtirish vaqtinchalik bo'lib, belgilangan muddat ichida amal qiladi. Shu bilan birga yangi qonun bunday mulklarga bo'lgan mulk huquqini davlat ro'yxatidan o'tkazishni majburiy qilib qo'yadi. Agar ilgari mulkni qonuniylashtirish juda murakkab va uzoq muddatli sud jarayonlarini talab qilgan bo'lsa, hozir davlat xizmatlari markazlari orqali nisbatan tezroq va osonroq yo'l bilan hal qilish imkoniyati yaratildi. Xo'sh, kimlar xavotirlanishi kerak? Birinchi navbatda sizning mulkingizda, masalan, yer uchastkangizda yoki mavjud uy-joyingizga qo'shimcha tarzda qurilgan, lekin kadastr hujjatlarida aks etmagan bino, inshoot, turar joy yoki yordamchi obyektlar bo'lsa, siz albatta xavotirlanishingiz kerak. Bular qatoriga misol uchun uyga keyinchalik qo'shilgan 1-2 xona, verandalar, yozgi oshxonalar, garajlar, molxonalar, omborxonalar, hatto yer uchastkasining ruxsatnomasiz kengaytirilgan qismi ham kiradi. Shuningdek, uy-joyning maydoni texnik pasportdagi ko'rsatkichdan kattaroq bo'lsa ham bu yangi qonun doirasiga kiradi.
Agar sizda bunday holat mavjud bo'lsa, siz darhol harakat qilishingiz shart. Kimlarning xavotirlanishiga hojat yo'q. Agar sizning barcha ko'chmas mulk obyektlaringiz, jumladan asosiy uy-joyingiz va undagi barcha qo'shimcha qurilmalar, shuningdek, yer uchastkangizning chegaralari qonuniy ravishda rasmiylashtirilgan bo'lsa, barcha hujjatlaringiz tartibda bo'lsa va ular kadastr organlarida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, sizning xavotirlanishga hojatingiz yo'q. Ammo shunga qaramay, men sizga eski kadastr hujjatlaringizni, ayniqsa 2000 yillardan oldingi hujjatlaringizni davlat xizmatlari markazlari orqali tekshirtirib, ma'lumotlaringiz raqamlashtirilganiga va kadastr agentligining yagona tizimida mavjudligiga ishonch hosil qilishni tavsiya qilaman. Chunki ba'zida eski qog'oz hujjatlar bazaga to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin. Keling, endi bir nechta real hayotiy misollarga to'xtalib o'taylik, shunda tushunish osonroq bo'ladi. Misol 1, Ahmad akaning vaziyati. Faraz qilaylik, Ahmad aka 60 yoshda, u Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida istiqomat qiladi. Uning 600 sotix yer uchastkasida 1910 yillarda qurilgan 2 qavatli uyi bor. Uyning asosiy qismi va birinchi qavatda joylashgan xonalar qonuniy hujjatlar bilan rasmiylashtirilgan. O'sha davrdagi texnik pasporti ham mavjud. Lekin 2008 yilda Ahmad aka bolalari kattargani sababli uy yoniga 25 kvadrat metr maydonga ega bo'lgan qo'shimcha bir xona va oshxona qurdirgan. Bu qurilmalar hech qanday ruxsatnomasiz, loyihasiz barpo etilgan va albatta mavjud kadastr hujjatlarida aks etmagan. Ahmad aka o'sha paytda byurokratiya ortidan yugurishni xohlamagan, keyinroq rasmiylashtiraman deb o'ylab, bu ishni ortga sura-sura oxir e'tibordan chetda qoldirgan. Yangi qonunga ko'ra, endi Ahmad aka bu qo'shimcha qurilmalarni qonuniylashtirish uchun belgilangan muddat ichida davlat xizmatlari markaziga murojaat qilish shart. Deylik, qonun tomonidan bunday qonuniylashtirish uchun 6 oylik muddat berilgan. Agar u shu muddat ichida murojaat qilsa, jarayon nisbatan soddalashtirilgan tartibda amalga oshiriladi. Undan avvalo mavjud uyi va qo'shimcha qurilmalarning yangi texnik pasportini olish, yer maydonining chegaralarini aniqlashtirish. Agar kerak bo'lsa, sanitariya va yong'in xavfsizligi normalariga mos kelishini tasdiqlovchi xulosalarni olish talab etilishi mumkin. Buning uchun u kadastr agentligining tuman bo'limiga murojaat qilib, texnik ko'rikdan o'tkazish xizmatini buyurtma qiladi. Mutaxassislar joyiga chiqib, o'lchov ishlarini amalga oshirib, yangi texnik pasportni tayyorlab berishadi. Keyin shu hujjatlar bilan DXMga borib, qonuniylashtirish bo'yicha ariza topshiradi. Agar hamma narsa me'yorlarga to'g'ri kelsa va qo'shnilar bilan kelishmovchilik bo'lmasa, uning qo'shimcha qurilmalari rasman ro'yxatdan o'tkaziladi. Buning uchun ma'lum miqdorda davlat boji to'lanadi. Bu odatda mulkning kadastr qiymatining kichik bir foizini tashkil qiladi. Masalan, Nor 5 ko't yoki Irxud atrofida. Ammo agar Ahmad aka bu muddatni o'tkazib yuborsa-chi, aynan mana shu joyda yangi qonunning ahamiyati yanada ortadi. Belgilangan muddatdan keyin murojaat qilinsa, birinchidan jarayon murakkablashadi. Chunki soddalashtirilgan tartib o'z kuchini yo'qotadi. Ikkinchidan, u Ahmad akaning har bir norasmiy qurilmasi uchun, masalan, soliq bazasiga nisbatan sezilarli miqdordagi jarima to'lashi shart bo'ladi. Bu jarima mulkning kadastr qiymatining 5 dan 10 barobargacha bo'lishi mumkin. Yoki hatto undan ham ko'proq. Misol uchun, agar uning qurilgan xonalarining kadastr qiymati 1 million so'm deb baholansa, u 2 milliondan 1 million so'mgacha jarima to'lashga majbur bo'lishi mumkin. Eng yomoni, agar qurilmalar jiddiy qonunbuzarliklar bilan, masalan, kommunikatsiya tarmoqlari, gaz quvuri, elektr kabeli ustida yoki umumiy foydalanishdagi yerlarda qurilgan bo'lsa, ularni qonuniylashtirishning umuman iloji bo'lmasligi va hatto buzib tashlash to'g'risida qaror qabul qilinishi mumkin. Mana shuning uchun ham Ahmad aka kabi barcha mulkdorlar tezroq harakat qilishlari juda zarur. Gulnora opaning vaziyati. Gulnora opa Toshkent viloyatining qishloq tumanlaridan birida 12 sotixlik yer uchastkasiga ega. Bu yer uchastkasi unga meros bo'lib o'tgan va hujjatlari rasmiylashtirilgan. Biroq 2010 yilda u yer uchastkasining bir chetiga kichikroq, taxminan 10 kvadrat metr maydonga ega bo'lgan g'ishtdan qurilgan omborxona qurgan. Bu omborxona meva sabzavotlarni saqlash uchun mo'ljallangan edi. Gulnora opa bunga alohida hujjat qilish kerakligini bilmagan yoki e'tibor bermagan. Yangi qonun unga ham taalluqlidir. Garchi u kichikroq inshoot bo'lsa-da, u ham yer uchastkasidagi norasmiy qurilish hisoblanadi.
u ham davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, omborxonani qonuniylashtirish kerak. Uning uchun jarayon shahardagi ko'p qavatli uylarga qo'shilgan qo'shimcha xonalar kabi murakkab bo'lmasligi mumkin. Chunki qishloq joylarida qurilish normalari ba'zida soddaroq bo'lishi mumkin. Lekin baribir belgilangan muddat ichida qonuniylashtirish shart. Agar qonuniylashtirmasa, u ham Ahmad aka kabi jarima to'lashga yoki keyinchalik mulkni sotishda muammolarga duch kelishga majbur bo'ladi. Buning oqibatida Gulnora opa omborxonasi bor yer uchastkasini sota olmasligi yoki bankdan kredit olish uchun garovga qo'ya olmasligi mumkin. Misol o'ta yuridik shaxsga oid holat. Biror tashkilot aytaylik Meros MCJ o'zining markaziy ofis binosi yonida joylashgan bo'sh turgan yer maydonining bir qismini egallab, unga 7 kvadrat metrli kichik avtoturargoh qurgan. Bu avtoturargoh hududida bir qo'riqchilar uchun kulba ham bor. Yer ajratilishi haqidagi hujjatlarda bu avtoturargoh to'liq aks etmagan yoki umuman bu yer maydoni uchun ruxsatnoma olinmagan. Bu ham yangi qonun doirasiga tushadi. Yuridik shaxslar uchun ham qoidalar amal qiladi va ulardan ham o'z mulklarini qonuniylashtirish talab etiladi. Natijada agar MCJ belgilangan muddatda avtoturargohni rasmiylashtirmasa, bu uchun katta miqdordagi jarimalarga tortilishi va hatto avtoturargohni buzib tashlashga majbur bo'lishi mumkin. Yuridik shaxslar uchun jarimalar miqdori jismoniy shaxslarga nisbatan ancha yuqori bo'lishi mumkin. Chunki ular biznes subyektlari hisoblanadi va qonunbuzarliklarga nisbatan jiddiyroq yondashiladi. Bu o'zgarishlarning asosiy sababi va kutilayotgan oqibatlari juda muhim. Hukumat to'liq va aniq kadastr bazasiga ega bo'lishni istaydi. Bu esa bir nechta ijobiy natijalarga olib keladi. 1. Mulk tranzaksiyalarining shaffofligi ortadi. Har bir mulkning qonuniy maqomi aniqlanib, oldi sotdi. Hadya va meros jarayonlari soddalashadi, firibgarlik holatlari kamayadi. 2. Adolatli soliq yig'ish. Har bir mulkning real qiymati va hajmi aniqlangach, mulk solig'i adolatliroq hisoblanadi. Bu esa davlat byudjetiga qo'shimcha mablag' tushishini ta'minlaydi. 3. Shaharsozlikni rejalashtirishning yaxshilanishi. Davlat real holatni bilgan holda shahar va qishloqlarni rivojlantirish bo'yicha to'g'ri strategiyalarni ishlab chiqa oladi. Infratuzilmani rejali ravishda rivojlantiradi. 4. Fuqarolarning mulkiy huquqlarini himoyasi. Hujjatlashtirilgan mulk har qanday tortishuv va nizolarda egasining pozitsiyasini mustahkamlaydi. Uning huquqini himoya qilish osonlashadi. Shaxsiy miqyosda esa harakat qilgan fuqarolar uchun bu potensial xarajatlarni tejashga olib keladi. Chunki ular soddalashtirilgan tartibda va nisbatan arzon narxda o'z mulklarini qonuniylashtira oladilar. Harakat qilmaganlar uchun esa yuqori xarajatlar, jarimalar va hatto mulkidan ayrilish kabi salbiy oqibatlar kuzatilishi mumkin. Shuning uchun bu masala shunchaki formalitet emas, balki shaxsiy moliyaviy barqarorligingiz va mulkingiz xavfsizligi masalasidir. Endi esa ushbu yangi qonun doirasidagi istisnolar, e'tibor berish kerak bo'lgan kutilmagan jihatlar va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tuzoqlarga batafsil to'xtalib o'tamiz. Har bir qonun qatori. Bu yangi tartib ham o'ziga xos murakkabliklarga ega. Istisnolar barcha o'zboshimchalik bilan qurilgan obyektlarni ham qonuniylashtirishning iloji yo'q. Qonun aniq belgilab qo'ygan ba'zi holatlar mavjud. Unda norasmiy qurilishlar qonuniy deb topilmaydi. 1. Umumiy foydalanishdagi yerlarda qurilgan inshootlar. Agar siz o'zboshimchalik bilan jamoat joylarida, masalan, yo'l yoqasida, ko'cha hududida, xiyobonlarda yoki bular uchun ajratilgan hududlarda bino qurgan bo'lsangiz, uni qonuniylashtirish imkonsiz bo'ladi. 2. Yer osti kommunikatsiyalari ustida qurilgan obyektlar, gaz quvurlari, suv quvurlari, kanalizatsiya tarmoqlari, elektr kabellari va boshqa muhim muhandislik kommunikatsiyalari ustiga qurilgan har qanday bino yoki inshootni qonuniylashtirib bo'lmaydi. Bunday holatda qurilish nafaqat xavfli, balki kommunikatsiyalarga xizmat ko'rsatishni ham cheklaydi. O't, yuqori kuchlanishli elektr uzatish tarmoqlari himoya zonalarida, xuddi shu kabi elektr uzatish tarmoqlari ostida yoki ularga belgilangan xavfsizlik masofasini buzgan holda bo'lgan inshootlar ham qonuniylashtirishga o'tmaydi. Ular odamlar hayoti uchun bevosita xavf tug'dirishi mumkin. Tabiiy ofatlardan himoya zonalari, zilzila xavfi yuqori bo'lgan hududlarda, sel kelishi mumkin bo'lgan joylarda yoki boshqa tabiiy ofatlardan himoya qilish uchun ajratilgan zonalarda qurilgan obyektlar ham qonuniylashtirilmaydi. 5. Tuzilishi jihatdan xavfli bo'lgan inshootlar. Agar qurilish me'yorlari jiddiy buzilgani sababli inshootning o'zi qulash xavfini tug'dirsa
yoki uning ichida yashovchilar atrofdagilar uchun xavfsiz bo'lmasa, masalan, seysmik talablarga javob bermasa, uni qonuniylashtirishning iloji yo'q. Bunday holatlarda buzib tashlash to'g'risida qaror qabul qilinishi mumkin. 6. Yashil zonalar yoki suv havzalari himoya zonalarida qurilgan obyektlar. Atrof muhitni himoya qilish maqsadida belgilangan yashil zonalar, bog'lar, suv havzalarining himoya zonalari yoki o'rmon fondiyalarida qurilgan obyektlar ham qonuniylashtirishga ruxsat berilmaydi. Tuzoqlar va kutilmagan jihatlar bir. Byurokratiya va hujjatlar yig'ish murakkabligi garchi qonuniylashtirish jarayoni soddalashtirilgan bo'lsa-da, ba'zida kerakli hujjatlarni yig'ish, masalan, eski texnik pasportni topish, me'moriy loyihani tiklash yoki qo'shnilarning roziligini olish juda ko'p vaqt va kuch talab qilishi mumkin. Agar sizning mulkingiz ko'p yillar oldin qurilgan bo'lsa va unda bir necha egalari almashgan bo'lsa, bu jarayon yanada murakkablashishi mumkin. 2. Vijdonsiz vositachilar bozorda hujjat qilib beraman deb yuqori pul so'rab hech qanday ishni bajarmaydigan yoki noto'g'ri yo'llar bilan ishlaydigan shaxslar paydo bo'lishi mumkin. Bunday yordamchilarga ishonishdan ehtiyot bo'ling. Har doim to'g'ridan-to'g'ri davlat xizmatlari markazlariga murojaat qiling yoki faqat rasmiy litsenziyaga ega yuridik firmalar xizmatidan foydalaning. 3. Texnik ekspertiza va xulosalar o'zboshimchalik bilan qurilgan obyektlarni qonuniylashtirishda ko'pincha kadastr agentligining texnik mutaxassislarining ko'rigi va xulosasi talab qilinadi. Ba'zida bu xulosani olish jarayoni uzoqqa cho'zilishi yoki mutaxassislar yetishmasligi sababli kechikishi mumkin. Bundan tashqari, agar qurilishda jiddiy kamchiliklar aniqlansa, sizdan ularni bartaraf etish talab qilinishi mumkin. Bu esa qo'shimcha xarajatlarni keltirib chiqaradi. 4. Umumiy mulkchilik masalasi. Agar mulk bir nechta shaxsga tegishli bo'lsa, masalan, oila a'zolariga va ular o'rtasida o'zboshimchalik bilan qurilgan qismni qonuniylashtirish bo'yicha kelishmovchiliklar yuzaga kelsa, bu jarayonni jiddiy ravishda murakkablashtiradi. Barcha egalarning roziligi talab qilinadi. 5. Qonunning turli talqin qilinishi. Ba'zida qonunning ba'zi moddalari joylarda, ya'ni hokimiyatlar yoki mahalliy kadastr bo'limlari tomonidan turlicha talqin qilinishi mumkin. Bu esa fuqarolarga qo'shimcha tushunmovchiliklar tug'diradi. Shunday holatlarda yuqori turuvchi organlarga murojaat qilish yoki malakali yurist maslahatini olish tavsiya etiladi. 6. Kommunal xizmatlarga ta'sir. Mulkni qonuniylashtirish uning maydoni va bahosini oshiradi. Bu esa o'z navbatida mulk solig'i miqdorining o'sishiga olib kelishi mumkin. Shuningdek, ba'zi hududlarda kommunal xizmatlarning gaz, suv, elektr to'lovlari ham mulkning maydoni yoki aholi soniga qarab hisoblanadi. Qonuniylashtirishdan so'ng bu to'lovlar ham ko'payishi mumkin. Bu omilni ham hisobga olish kerak. Kutilmagan nuanslar. 1. Qurilish sanasi muhim. Qonun o'zboshimchalik bilan qurilgan binolarning qaysi sanada barpo etilganiga qarab turli qonuniylashtirish tartiblarini belgilashi mumkin. Masalan, juda eski, 2000 yilgacha qurilgan obyektlar uchun soddalashtirilganroq tartib, yaqinroq muddatlarda qurilganlar uchun esa qat'iyroq talablar qo'yilishi mumkin. Bu qonun kuchga kirishidan oldin qurilgan obyektlarga nisbatan amal qiladi. 2. Mahalliy hokimiyatlarning vakolatlari. Ba'zi masalalar, masalan, yer uchastkasini ajratish yoki undan foydalanish tartibi bo'yicha ayrim vakolatlar mahalliy hokimiyatlarga berilishi mumkin. Bu esa turli hududlarda qonuniylashtirish jarayonida ba'zi farqlarni keltirib chiqarishi mumkin. Har bir hududning o'ziga xos shaharsozlik qoidalari va hududiy funksional zonalari borligini hisobga olish kerak. 4. Yangi qurilish va mavjud mulkni rekonstruksiya qilish o'rtasidagi farq. Qonun mavjud binoga qo'shimcha qurish, rekonstruksiya va yangi o'zboshimchalik bilan qurish o'rtasidagi farqni aniq belgilashi mumkin. Rekonstruksiya uchun tartiblar yangi qurilishga nisbatan boshqacharoq bo'lishi ehtimoli bor. Bu kabi istisnolar, tuzoqlar va kutilmagan nuanslarni bilish sizga jarayonni to'g'ri tushunishga va kerakli choralar ko'rishga yordam beradi. Har bir holat individual bo'lishi mumkin. Shuning uchun shubha tug'ilganda mutaxassis maslahatini olish juda muhimdir. Aziz tomoshabinlar, yuqoridagi barcha ma'lumotlarni inobatga olgan holda endi sizga aniq va amaliy tavsiyalar beraman. Ya'ni bu yangi qonun bo'yicha nima qilishingiz kerakligi haqida aniq ko'rsatmalar. Bu bosqich qo'llanma sizga keraksiz xarajatlardan va muammolardan qochishga yordam beradi. Ilk qadam, mulkingizni to'liq inventarizatsiya qiling. Birinchi navbatda sizga tegishli bo'lgan barcha ko'chmas mulk obyektlarini diqqat bilan ko'zdan kechiring.
Bu sizning uy-joyingiz, yer uchastkangiz, garajingiz, dala hovlingiz, do'koningiz yoki boshqa tijorat obyektlaringiz bo'lishi mumkin. Ularning har birini, hatto kichik omborxonani yoki yozgi oshxonani ham ro'yxatga oling. Endi bu obyektlarning qaysilari mavjud kadastr hujjatlarida aks etganini, qaysilari esa aks etmaganini aniqlang. Ayniqsa ruxsatnomasiz qurilgan qo'shimcha inshootlarga e'tibor bering. Yer uchastkangizning real chegaralari kadastr hujjatlaridagi sxema bilan mos kelishini tekshiring. Ba'zida yer uchastkalari ham qo'shib olingan bo'lishi mumkin. 2 qadam. Barcha mavjud hujjatlaringizni to'plang. Endi sizning mulkingizga tegishli bo'lgan barcha hujjatlarni bir joyga jamlang. Bular quyidagilar bo'lishi mumkin. Ko'chmas mulkka bo'lgan huquqingizni tasdiqlovchi hujjatlar. Kadastr guvohnomasi, egalik huquqi haqida order, oldi-sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi va hokazo. Yer uchastkasiga bo'lgan huquqingizni tasdiqlovchi hujjatlar. Yer ajratish to'g'risidagi hokim qarori, yerga egalik qilish huquqi to'g'risidagi davlat akti, ijara shartnomasi va hokazo. Mavjud uy-joyning texnik pasporti. Ayniqsa eski, qo'lda yozilgan yoki fotosuratli pasportlar muhim. Loyiha hujjatlari agar mavjud bo'lsa, qurilishga ruxsatnomalar agar mavjud bo'lsa, pasportingiz yoki shaxsingizni tasdiqlovchi boshqa hujjat. Nikoh guvohnomasi agar mulk umumiy mulk hisoblansa, uy daftarining asl nusxasi propiska masalasida kerak bo'lishi mumkin. 3 qadam. Davlat xizmatlari markaziga DXM yoki kadastr agentligining tuman, shahar bo'limiga murojaat qiling. Barcha hujjatlaringizni to'plab bo'lgach, siz eng yaqin davlat xizmatlari markaziga boring. Bu eng to'g'ri va samarali yo'l. DXM xodimlari sizning vaziyatingizni tinglab, qanday hujjatlar taqdim etishingiz kerakligini va qonuniylashtirish jarayoni qanday bosqichlardan iborat bo'lishini tushuntirib berishadi. Murojaat qilayotganda quyidagi savollarga javob topishga harakat qiling. O'zboshimchalik bilan qurilgan mulkimni qonuniylashtirish uchun qanday tartibdan o'tishim kerak? Buning uchun qanday hujjatlar talab etiladi? Qonuniylashtirishning soddalashtirilgan tartibi qancha muddat amal qiladi? Qanday to'lovlar, davlat boji, jarimalar bor? 4 qadam. Texnik ko'rik va ekspertizaga tayyor turing. DXMga arizangizni topshirganingizdan so'ng kadastr agentligining mutaxassislari sizning mulkingizni joyiga chiqib o'rganishi uchun texnik ko'rik belgilashadi. Ular o'lchov ishlarini amalga oshirib, qurilmalaringizning mavjud holatini, ularning qurilish me'yorlariga, xavfsizlik, sanitariya, yong'in xavfsizligi mos kelishini tekshirishadi. Bu ko'rik asosida yangilangan texnik pasport yoki texnik xulosa tayyorlanadi. Agar qurilish me'yorlarida jiddiy kamchiliklar aniqlansa, sizdan ularni bartaraf etish talab qilinishi mumkin. 5 qadam. Davlat bojini va boshqa to'lovlarni amalga oshiring. Barcha tekshiruvlar va xulosalar ijobiy yakunlangach, sizga mulkni qonuniylashtirish uchun davlat boji miqdori e'lon qilinadi. Bu boj odatda mulkning kadastr qiymatiga bog'liq bo'ladi va yangi qonun doirasidagi soddalashtirilgan tartib uchun ancha pastroq bo'lishi mumkin. Agarda siz belgilangan muddatdan kechiktirib murojaat qilsangiz, yuqorida aytib o'tganimizdek, sezilarli miqdorda jarima to'lashga majbur bo'lishingiz mumkin. Barcha to'lovlarni o'z vaqtida va to'liq amalga oshirishga harakat qiling. 6 qadam. Yangilangan kadastr hujjatlarini qo'lga kiriting. Barcha bosqichlar muvaffaqiyatli yakunlangandan so'ng, sizning o'zboshimchalik bilan qurilgan obyektingiz qonuniylashtiriladi va unga bo'lgan mulk huquqi davlat ro'yxatidan o'tkaziladi. Sizga yangilangan kadastr pasporti yoki mulkka bo'lgan huquqni tasdiqlovchi yangi guvohnoma beriladi. Endi sizning mulkingiz barcha qonuniy kuchga ega bo'ladi va siz unga nisbatan barcha mulkiy amallarni bemalol bajarishingiz mumkin. Bu hujjatlarni yaxshilab saqlang. Qisqacha aniq ko'rsatmalar: DXMga boring. Pasportingiz, mavjud mulk huquqini tasdiqlovchi hujjatlaringiz agar bo'lsa va yer uchastkasiga doir hujjatlar bilan murojaat qilasiz. 2. Arizangizni topshiring. Mutaxassis sizga qanday hujjatlar yig'ish kerakligini tushuntiradi. Ko'pincha bu yerda texnik pasportni yangilash yoki olish, qurilish loyihasini tasdiqlash, qo'shnilarning roziligini olish talab qilinishi mumkin. 3. Obyektni o'rganish. Arizangizni topshirganingizdan so'ng tegishli komissiya yoki mutaxassislar sizning obyektingizni joyiga chiqib o'rganishadi va texnik xulosa berishadi. 4. Davlat boji to'lovi belgilangan davlat bojini to'laysiz. 5. Yangilangan hujjatlarni oling. Barcha tartiblar bajarilgandan so'ng yangilangan kadastr hujjatlarini qo'lga kiritasiz va sizning mulkingiz qonuniy maqomga ega bo'ladi. Esda tuting, harakat qilish uchun belgilangan muddat cheklangan.
ushbu imkoniyatdan foydalanib qolish kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan jiddiy muammolardan va katta moliyaviy yo'qotishlardan sizni himoya qiladi. Aziz do'stlar, bugungi muhokamamizdan xulosa shuki, yangi qonun har bir mulkdor uchun albatta jiddiy ahamiyatga ega. Bu qonun nafaqat mulkiy munosabatlarni tartibga soladi, balki sizning mulkingiz xavfsizligi va unga bo'lgan qonuniy huquqingizni mustahkamlaydi. O'z vaqtida harakat qilish, barcha hujjatlarni joyiga qo'yish sizni kelajakdagi muammolar, ortiqcha xarajatlar va hatto mulkingizdan ayrilish xavfidan qutqaradi. Unutmang, qonunni bilish va unga rioya qilish har birimizning fuqarolik vazifamizdir. Qonun doirasida ish tutish har doim afzal va foydali bo'ladi. Bugungi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Bu videoni yaqinlaringizga, oila a'zolaringizga, do'stlaringizga ulashishni unutmang. Chunki ular ham bu muhim o'zgarishlardan xabardor bo'lishlari kerak. Bir-birimizga yordam beraylik. Agar sizda yana savollar paydo bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Men ularga javob berishga harakat qilaman. Kanalga obuna bo'lishni va videoga like bosishni ham unutmang. E'tiboringiz uchun katta rahmat. O'zingizni va mulkingizni asrang.